my.gov.uz portali orqali yo'lovchi tashish faoliyati uchun litsenziya olish tartibi bilan tanishtiramiz. Avvalo, bosh sahifadan transport bo'limiga o'tib, yo'lovchilar va yuklarni avtomobil transportida tashishga litsenziya olish xizmatini tanlaymiz. Bir nechta xizmat turlari orasidan yangi litsenziya va litsenziya kartochkasini olishni belgilaymiz. Keyingi qadamda shaxsga doir ma'lumotlar avtomat aks etib, bizdan haydovchilik guvohnomasi seriyasi hamda raqamini kiritish, manzil ma'lumotlarini belgilash, ishchi holatidagi telefon raqamini ko'rsatish talab etiladi. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganligimizni tasdiqlashimiz hamda faoliyat olib borish hududimizni tanlashimiz kerak. Navbatdagi qadamda hududiy boshqarma va litsenziyaning ixtisoslik turini ko'rsatamiz. Keyingi qadamda esa avtotransportimizga doir ma'lumotlarni qo'shamiz. Ya'ni avtotransportning davlat raqami, seriyasi va raqamini kiritib, yuborish tugmasini bosamiz. Shunda aksariyat ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. Biz esa litsenziya faoliyat turi hamda avtotransport turini belgilab, o'rindiqlar soni, yuk turini ko'rsatamiz va avtotransport guvohnomasi berilgan sanani keltirib, transportning texnik holatini bildiramiz. So'ngra saqlash tugmasini bosib, keyingi qadamga o'tamiz. Arizamiz tasdiqdan o'tsa, bir ish kuni davomida to'lov uchun invoys yuboriladi. Murojaatimiz holatini esa mening arizalarim bo'limidan kuzatib borishimiz mumkin. Hujjat bir ish kuni ichida taqdim etiladi. Endi uni istalgan paytda yuklab olaveramiz. my.gov.uz oson, tez va qulay.